Inson o'lim to'shagida yotganida chanqoqdan shunchalar qiynaladiki, hatto daryo suv ham uning chanqog'ini qondira olmaydi. Ana o'sha daqiqada inson bu dunyo bilan xayrlashayotgan bir vaqtda shayton unga idishda suv bilan yaqinlashib, uni aldab, adashtirishga urinib, iymonini sinaydi. Biz ham shunday holatni boshimizdan kechiramizmi? Shayton bizdan qanday savollar so'raydi? O'limimizga yaqin nimalarni boshdan kechiramiz? O'limning eng azobli onlari qanday bo'ladi? Shu savollarga to'xtalib o'tamiz. حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Bir vaqtlar Allohning bandasi Abu Zakariyo o'lim to'shagida yotgan edi. Umrining oxirgi daqiqalarida do'stlari va yaqinlari uning huzurida edilar. Bir do'sti uning o'limi yaqinlashganini sezib, tavhid kalimasini, ya'ni la ilaha illallohni ayta boshladi. Ammo u har safar bu kalimani aytganida o'lim yoqasida turgan Abu Zakariyo yuzini undan burib olaverdi. Do'sti yana unga yuzlanib, la ilaha illalloh deb takrorladi. Ammo Abu Zakariyo yana yuzini burib oldi. Do'sti bu kalimani oxirgi marta takrorlaganida esa, men bu so'zlarni hech qachon aytmayman dedi. Do'st hayratda qoldi. Qanday qilib 5 vaqt namozini doim ado etgan, barcha bilan yaxshi muomalada bo'lgan va Allohni rozi qiladigan amallarda bardavom bo'lishga harakat qilib yashagan inson bunday qilishi mumkin. Abu Zakariyo hushiga kelib, ko'zlarini ochganida do'stidan menga biror nima dedingmi deb so'radi. Do'sti bo'lgan voqeani aytib berdi. Odamlar hayron qolishgandi. Hech kim Abu Zakariyo nima uchun bunday deganini tushuna olmayotgan edi. Abu Zakariyo bo'lgan voqeaning haqiqatini aytib shunday dedi: Sen menga birinchi bor nimadir deganingda, shayton mening oldimga qadah bilan keldi. Uni silkitib, suv ichishni xohlaysanmi dedi. So'ngra men yuzimni burdim. Sen menga ikkinchi marta bir nima aytganingda, shayton yana kelib, "Iso Masih Allohning o'g'lidir" dedi. So'ng yana yuzimni burdim. Uchinchi martasida esa mendan la ilaha, ya'ni hech qanday iloh yo'q deyishimni istadi. So'ngra men unga men bu so'zlarni hech qachon aytmayman deb javob berdim. Voqeani tushuntirib bergan Abu Zakariyo shahodat kalimasini aytib vafot etdi. Ha do'stlar, mana shu sakratul maut, ya'ni o'lim talvasasidir. Aytib o'tgan rivoyatimizdan bu holat qanchalik qiyin va charchatadigan holat ekanini tushunishingiz mumkin. Bundan tashqari, bu borada ko'plab savollar bizni qiynashi mumkin. Bu shiddatli holat qanday bo'lar ekan? Biz ham shunday holatni boshimizdan kechiramizmi? Shaytonning oxirgi tuzog'iga ilinmaslik uchun nimalar qilishimiz lozim? O'sha daqiqalarda haq bilan botilni qanday qilib farqlab olamiz? Ha, hech qanday istisnosiz barchamiz shu holatni boshimizdan o'tkazamiz va shayton bizni adashtirish uchun imkoni boricha harakat qiladi. Iymonimizni sinash uchun bizga hujum qiladi. Ushbu imtihondan muvaffaqiyatli o'tib olish uchun nimalar qilishimiz kerak? Sizga oddiy bir misol keltiraman. Tasavvur qiling, sizning qo'lingizda olma bor. Bir o'g'ri uni o'g'irlashni mo'ljallab turibdi. Agar olmani qo'limda tutib tursam, o'g'ri uni osonlikcha tortib olishi mumkin. Agar olmani tishlasam, o'g'riga uni olish biroz qiyinlashadi. Ammo o'g'ri olmani og'zimdan ham tortib olishi mumkin. Keling biroz qiyinlashtiramiz. Agar men olmani yutib yuborsam, o'g'ri uni tortib olish mumkin emasdek tuyuladi. Ammo baribir u mening qornimni yorib olmani olishi mumkin. Endi agar men olmani yesam, u oshqozonimda hazm bo'lsa va jismimning turli qismlariga tarqalib singib ketsa, o'g'ri hech qanaqasiga olmani mendan tortib ola olmaydi. Chunki olma mening qon tomirlarimga singib ketadi. Iymonni ushbu misoldagi olmaga qiyoslashimiz mumkin. O'g'ri esa shaytondir. U doim, nafaqat o'lim daqiqalarida, balki hayotimiz davomida ham bizning iymonimizni o'g'irlashga harakat qiladi. Agar biz ongimiz, ruhimiz, qalbimizga iymon haqiqatini singdira olsak, iymon qon tomirlarimizga birlashib ketishini ta'minlay olsak, shayton hayotligimizda ham, o'lim to'shagida yotganimizda ham iymonimizga zarar yetkaza olmaydi. Biz iymonimizni Alloh mavjudligining dalillarini, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bashoratlarini eshitish, o'qish bilan va yana iymonning boshqa ustunlari bilan mustahkamlashimiz mumkin. Iymon qon tomirlarimizga singib ketishiga faqat ibodat, solih amallar va katta gunohlardan tiyilish bilan erishishimiz mumkin. Yo'qsa bularsiz iymon shunchaki bilim bo'lib qoladi xolos. Alloh yagona deb turib, unga munosib ravishda amal qilmas ekanmiz, sizni hech kim ko'rmayotgandek gunohlar qilishda bardavom bo'lar ekansiz. Sizni bir kunda 5 marta huzuriga taklif qilayotgan Robbingizga turli bahonalar bilan e'tiborsizlik qilar ekansiz. O'lim soatingizda sizga kim yordam beradi? Umringiz davomida ortidan quvgan boyligingizmi?
Tunu kun o'ynab o'tirgan kompyuter o'yinlaringizmi? Hech qachon taslim bo'lmayman degan harom sevgingizmi? Foizga sotib olgan uyingiz, mashinangiz yoki pulingizmi? Butun umringiz davomida erishishga harakat qilgan lavozim, unvoningiz yoki karyerangizmi? Ayting, ey birodar, o'lim to'shagida yotganingizda Robbingizdan boshqa yana kim sizga yordam bera oladi? Aynan hozir o'zgarishning vaqti kelmadimi? Yana qachongacha shunday davom etmoqchisiz? Yoshligingiz bir kun tugashiga hech qanday shubha yo'q. O'lim siz o'ylaganchalik uzoqda emas, balki ertaga yoki undan ham vaqtliroq kelar. Siz istalgan daqiqada vafot etishingiz mumkin. Agar gunohlardan tiyilish, ibodatlarni ado qilish, solih amallar qilish, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ergashish bilan va diningizni o'rganish bilan iymoningizni mustahkamlab, umringizni Allohning ixlosli bandasi bo'lgan holingizda o'tkazsangiz, hech narsadan qayg'urmasangiz ham bo'ladi. Shunday qilsangiz, o'lim onlarida shayton faqat ongingizga ta'sir o'tkazishi mumkin, ammo qalbingiz va ruhingizni egallay olmaydi. Keling birodar, iymonni qalbimiz va ruhimizga singdiraylik. Fi amanillah.